Xo'p, orsilla va mo'nsilla qalliqlarim mana shu bugungi sizlarga gapiraman. Bu dunyoga bir narsa bor ekanki, agar chiqib ketaymi. Bu dunyoga bir narsa borki, shu qachon agar o'sha shu insonni xohishidan sen chiqding, o'sha sen u insonga dushman bo'lar ekansan. Hali bir narsa bo'ldi, aytadi, yig'lamagan go'dakni ota-ochasi yaxshi ko'radi deydi. Ko'p yig'lagan go'dakdan o'sha ota-ocham bezor bo'ladi. Bu narsalarni o'zi aslan mana shu na hamma xalq deya olamiz, neki Tojikiston siyosati va o'sha Tojikiston siyosatini yaxshi ko'rayotgan, qo'llayotgan odamlar bu narsani necha martalab ya'ni isbot qilib berdilarki, agar sen udobna bo'lmasang, o'risi aytganda, o'sha kuni sen dushmansan, sen xoinsan va seni boshingga hamma narsani olib keladi. Bu narsani o'zim hayotimga, mana shu tajribamga deydimi, sinov ko'rdim bu narsani va o'zimdan o'tdi shu narsaki, mana shu jon aka, chunki men o'z jonimni xatarga qo'yib bularni haqqini difo qilaydim-da. Bularni haqqini difo qilaydim, o'z jonimni xatarga qo'yib va uydan, otadan, o'chadan, hamma narsadan ajralib, faqat men mana shu bularning interesiga harakat qilaydim, ishlaydim. Mana shu narsa shuni ko'rsatdi. Endi men buni hammasini ayta olmaymanki, hamma xalq shunoq deb. Tojiklarning ichiga ham ko'p do'stlar bor, ko'p odamlari borki, tarafdorlik qiladiki, qalliqlar sizlar bir millatlaring yozilsin, sizlar ham insonsizlar degan narsa bo'ladi. Mana shu necha yildan beriki talashganim shuki, qalliqni millatini pasportiga yozilsin. Chunki biz bir millatmiz, bizni tariximiz bor, bu narsa yozilsin. Bugun mana shu siyosatmadorlar Tojikistondagi mana shu siyosatni qo'llaydigan raqqosalari kullan to'ra kelib qalliqqa dushman. Bugun agar bir qalliq to'ra kelib men silaynaman desa, uni allatib avrab boshini silaydi. Agar men silaynaman demasa, keyin uni boshiga hamma narsani olib keladi. Keyin zo'rlik ham qilib ko'radilar. Jon telefon qilmay tur. Men gapirib olay, keyin telefon qilaman. Mana shunoq holatlarni olib keladilar boshingga. Lekin bu holatlar asl qalliqni sindira olmaydi, asl qalliqni yo'lidan ham qaytara olmaydi bu narsa. Men shunchasini aytamanki, qalliqlarim, ya'ni har yilga agar qarasang, sizlarni shanslaring, ya'ni inson bo'lishga kamroq qoladi. Ya'ni oyoqda asl tagiga ko'proq ketyapti. Har qarab tursa. Nimaga deganda bu narsani bugungi mana shu Tojikiston siyosati va o'sha siyosatga o'ynaydigan raqqosalar, ular asliyatlari tojik emaslar. Endi ular ko'p tojiklarning ham ichiga bardazodalar, ko'p bardazoda deb bularni shu vaqtiga olib kelib kanis-panis qilib sotgan, vaqtdan usini busi olgan, busini olgan,
u zamonga shu islom zamonga kanizda nikoh ham yotish ijozat bo'lgan, mana shularni bardazoda deydi. Bunaqa insonlar bor. Bunaqa insonlar ko'pki, bugun mana shu Tojikistonni siyosatini ko'p mana shu tarafdorlik qilayotganlar. Raqqosalari asllari mana shu bardazodalar. Asl tojiklar emas bular. Asl tojik bir inson, bir aqli bor, bir insongarchiligi bor insonlar bular ko'rinadi asl tojik. Lekin shayton, yolg'onchi, tuhmat qiladi. Shuni tuhmat qiladiki, mana shunaqa tuhmatlarning ustidan minglab insonlar mana shularning tuhmatlarini ustidan bugun turmalarga o'tirganlar. Tuhmat qiladi, otasi bilan ham qassam ichadi, ochasi bilan ham qassam ichadi. Hamma narsasi bilan bular qassam ichadiki, mana shu narsa bo'ldi deydi. O'shaning uchun bu narsalar bular bardazodalar, bularni tanib olishlaring kerak, kimliklarini bardazodalarni. Vaqt keladi, bularni hammasini yaxshilab nakazat qilish kerak bo'ladi. Va bu vaqti ham keladi. Lekin bugungi men qalliqda shansi nima uchun kam deyman, ko'p kam qoldi Tojikistonga ki oyoqda tay bo'ladi, o'z haqqini so'ra olmaydi, balasini qo'yda qilib mang'ratib o'yin ichidan oyoqlaridan, quloqlaridan so'girib tepib olib o'rtirib xizmat qildiradi, kerak bo'lsa o'ldiradi, kerak bo'lsa turma qiladi. Sizlarni yerlarini nomini almashtirishga tushdi, sizlar innamadinglar. Sizlarni zoda qildi, sizlar innamadinglar. Hammasiga ko'nib ketyapsizlar. Xiyol qilasizlarki, bu narsa qayerni, bu davlatda, bu qonunda deysizlar. Yo'q, bu qonun emas. Bu buni kulturniy terrorizm deydi. Ki bir millatni kulturni o'rislar aytgan terror qiladilar, yo'q qiladi. Mana shuni qalliqlarni Tojikistonga kulturna terror qilyapti, oradan olib ketish uchun. Agar bugun qalliqlar agar to'rakel masala o'qilaridan men bir narsani sizlarga aytaman, ko'p gapirmoqchi emasman, kamroq aytaman, bir narsani aytaman. Shu narsani yozib qo'ying uylaringga, har bir qalliq eshitasan mana shuni. Shu narsani katta harf bilan yozib qo'y. Seni balangni ahvoli kuchukdan past bo'ladi. Ya'ni kuchuk undan yaxshiroq yashaydi. Vaqti keladi. Seni balangni kerak bo'lsa tepuv tartib surib yuboradi ana shu yerlardan. Chunki o'z yeridan surib yuboradi. Chunki bu narsaga yaqin kelyapti. Agar hukumatni boshiga asl tojiklar bo'lganda, men aytaydim, bu asl tojiklar, bular farhangi bu, bularning madaniyati bu, boshqa narsa deydi. Asl tojiklarni ham mana bu bardazodalar turma qildilar, o'ldirdilar, yo'qotdilar, surdilar. Bugungi hukumat mana shu bardazodalarni qo'liga qolgan. Bardazoda degani bu haromzoda deydilar, chunki vaqtiga o'chasiga kaniz bo'lgan, o'sha momalari kaniz bo'lgan. U kanizlarni boshqa qaysi qo'liga tushdi, itarab ketavergan, u shunoq bo'lgan. O'shalardan tug'ilganlar, endi bu otalar noma'lum tug'ilgan, o'sha ajdodlari. Shunoq bo'lib turib mana shular paydo bo'lganlar. Bular eng yomon hasharotlar. Bular eng yomon hasharotki, bularni talosh qilganlari ham shuni boshlayki, shu inson huviyatini, ruhiyatini mana shuni yo'qotish uchun. Nimaga? Xizmatlariga ham qarasang, ertadan kechgacha bir-birini o'chata falon qilim, apata falon qilim, xoharta falon qilim. Bu o'zidan o'zi bo'lmaydiki, boshqa mana bir sivilizatsion bir a'liroq ketgan bir aqli bor davlatga bir odamni agar o'chata deb otangni deb so'ksang, agar zaningni xoharing deb bu yerga, ya'niki seni
Hattoki agar bir qora degin bir odamni seni eltib turma qiladilar. Seni shtraf qiladilar. Chunki bu narsalar aytish mumkin emas. Tahqir qilgan so'z mumkin emas. Lekin tojik bu narsalarni shuncha rivojga qo'yganlarki, ertadan kechgacha bir-birini o'tata, o'chata, apata, xoharta. Ya'niki bu narsalar so'kishlar. Bu narsalar osta-osta olib borib turib odamni o'sha huviyatini zaif qiladi borib. O'sha insonni g'ururini o'ldiradi. Borib asta-asta benomus bo'lasan. Nimaga bular bu ishni harakat qiladilar qilishga? Chunki xalqni o'zlaridek benomus qilmoqchi. Chunki o'zlarini reshasi yo'q, reshaga takansalar. Chunki o'zlari kimdan o'sha ajdodlari dunyoga kelgan bilmaydilar. Bugun keyin o'zlarini olib borib biz tojikmiz deydi, keyin olib borib o'zlarini biz forsmiz deydi, keyin biz sug'dilamiz deydi. Har joyga o'zlarini olib borib taqaydilar. Mana shu sababdan bularni bardazoda deydilar. Endi asl tojiki bo'yicha, asl tojiki bu ular turmaga yo o'ldirganlar yo majburlikdan mana shu qalliqqa o'xshab qo'rqqanidan tekkina o'tirgan, gapirmaydi. Ular kamlar. Ular bo'lsa shu kam. Shu har bir sanki mana shu soxtorlarga, mana shu yo'llarga, mana shu benomuslik joylarga harakat qiladi, millatni, yoshlarni benomus qilsa, bular bardazodalar. Va asl tojiklarni ham ishga olmaydilar. Asl tojik hukumatga ishga olmaydi. Hammasini qonun tekshirib ko'r, agar haromzoda bo'lmasalar nima desang degan. Nimaga degan harom qonlari ko'p bularni. Aytgandan tug'ilganlar. O'shaning uchun endi bularning ustidan biz asl tojiklar ham ba'zi tushunmoqchilik bo'ladi, lekin bu asl tojikka emas bu narsalar. Men asl bardazodalarga aytaman bularniki. Bugungi Tojikiston hukumati bardazodalarni qo'liga. Asl tojiklarni qo'liga emas. Asl tojiklarni ham ko'pini o'ldirdilar. Ko'pini turma qildilar. Ko'pini qochirdilar. Qolgan qutqani tekkina o'tiribdi, boshqa gapira olmaydi. Chunki biladilar ular bardazodalarga gapirding, hasharotda ustingga hamla qilib keladi. Bugungi qilayotgan ishlari ham ko'rsatadiki, bular bardazodalar. Nimaga deganga, chunki men agar gapirsam, haqqimni so'rasam qalig'man deb bardazodalar hamla qiladilar. Borib uydagilarga 70 ga o'tgan kampirlarga borib zo'rlik qiladilar. Bilmayman, borib xotinlarga zo'rlik qiladilar. Olib borib ularni qiynaydilar. Bu bardazodani stillari. Asl inson, vijdoni bor inson bu ishlarni qilmaydi. Shuning uchun qaliqlari men sizlarga shunchasini aytamanki, erta bolalaring kuchukdek o'laydi. Agarki bugun o'z haqlaringga o'zlaring ega bo'lmasang. Bugun agar o'z haqlaringni olmasang, ertaga mana shu mana Domlajonovni qilayotgan mana shu videolari, mana shu narsalarki bizni o'ldirdilar, bizni qardozni tillalar, bizni u qildilar, bizni bu qildilar deb mana shu yolg'on propaganda tarix ustidan olib boradi. Bu mana shu bardazodalarning shansi bo'ladi. Shans bardazodalarga. Bular ertaga seni balang boshiga shu jahannamni olib keladi. Seni naslingni boshiga erta jahannamni olib keladi. Mana shu narsani yozib qo'ygin bir kitobingga, bir joyga, bir daftaringga yozib qo'y devoring tanasiga ki ertaga seni balang boshiga jahannamni kunini olib keladi. Lekin bu narsa o'zi o'sha protseduraga ketyapti asta-asta. Agar bugun sen turib o'z haqqingni so'rab, o'z birligingni olmasang, agar sen birlashmasang, agar qarlog'im, ertaga seni balalaringni jahannam olib keladi boshiga. Bu narsa ko'rinib turgan narsa. Ko'r bo'lsin agar bu narsani shuni ko'rib turadiki, nima bo'lyapti bu yerdaga. Nima ketyapti? Xuddi mana shu Rossiyaning propagandalari axir allini olmadilar.
axir olib kelib turib mana shu Ukrainani, boshqa joylarni bugun jahannamga tortib yotibdi. Fashizm tayyorladilar. Bugun Tojikiston ham o'sha yolg'on propagandalarini asta-asta fashizm tayyorlaydi. Ya'niki yoshlarni mag'zini buzadi, yoshlarga yolg'on informatsiyalarni olib kelib turib beradi ularga ki to bizni yeri falon joygacha bizni yeri edi tarixdan. Bular kelib turklar bizlarni qo'lidan oldi, mana bu qildi, bizni o'ldirdi, qardilarni tilli, bo'g'oz xotinlarni qardini tilli, bular yolg'on propagandalar. Bu narsalarning isboti yo'q. Bu nimaga deganda biron arxeolog shu narsalar bunga davr topilmagan, biron isbot yo'q. Bu narsalar yozdi. Ba'zi bir mana shundoq yolg'on propagandistlar o'sha zamoniga ham mana shu Domlajonovga o'xshaydigan mana shunaqa propagandist yolg'onchilar bor edi ki bu narsalarni yozaydi. O'zidan to'qib yozilgan narsalar bor. Lekin isbotlanmagan bu narsaki shunoq bo'lgan yo bo'lmagan. Urush zamoniga o'ladi. Somonlar ham xalqlarni Taraz shahrini so'rab olganga na non kirdizdilar, na suv kirdizdilar. Hamma narsani bekitdilar. Qancha inson bugungi Falastinda ochdan o'lib ketdi. Endi u zamoni tarixi. Endi buni aytmaysanki, endi bu somoni bu ishni qildi. Hamma Fors gunohkor, hamma Fors dushman. Urush bo'ladi. O'ldirasan, o'lasan. Urush o'zi shu. Bo'lmasa bu nima uchun urush deb nomlaydi? O'ldirding, urushga kirding, mard bo'lish kerak. O'ldirasan, o'lasan. Bu narsadan jalb qilish kerak emas xotinga o'xshab. Xo'p? Bu narsadan xotinga o'xshab jalb qilib, keyin bu narsani olib kelib turib, yozuv yolg'on ustiga qo'shib turib, oyanda kelgan naslingni mag'zini buzish kerak emas. Bizni bobolari ham urushgan zamoniga ham o'ldirganlar, ham o'lganlar. O'zi urushni qo'ydi, kurashasan, tepishga tepshasan. Sen urush bo'lsa, sen qo'lingni ochib tursang, sen kelib o'ldirsalar yo bir odam gunohkor bo'lsa, sen avliyo bo'lsang, bu narsa yo'q. Xo'p? Bugungi urushga ham Qirg'iz va Tojikistonning orasiga urush bo'ldi. Usi ham o'ldirdi, busi ham o'ldirdi. Chunki urush edi. Bo'ra hech kim qarab o'ltirmaydi, qo'liga tovoq osh olib kelib turib, "Kexasemi oshimni yegin, keyin o'ldirgin" deb. Bu narsa bo'lmaydi. Bu narsalarni bugungi mana shu Tojikistonning mana shu propagandonlari bular mana shu narsaga tayyorlaydilar. Mana shu narsaga asta insonlarni tayyorlaydilar. Mana shu narsa eng katta xatari bor narsa. Bugungi ki u davlatga yashayotgan mana shu qalliqlar, qalliqlar bugun mana shu ertaga o'z qo'llari bilan ham bu narsani tayyorlashga yordam berib turgan qalliqlar, laqaylar og'zini yopib turgan, indamay turganlar. Erta sizlarning boshiga mana shu Ukrainadan battar keladi boshlarga. Qiradi, uylaringga kiradi, kiradi. Qiradi, chizlaringni oladi, balalaring ko'zlaringni alliga kiradi. Bu narsa, ya'ni bu berahmlik. Hattoki bunoq propaganda yo'q paytga ham shu 90-yil mana shu narsa ko'rsatdiki, qanday berahm bir-birini qirdilar, o'ldirdilar Tojikistonning xalqi. Shu narsani ham bugun qalqlarni bo'lga ortib yotibdilar. Asta-asta tojik aytgandek nim hazil, nim shuhi, nim rost qilib turib, asta nima qiladilar? Buni ham bizni boshiga ortmoqchiki, bular nima 90-yilga qalqlar bizlarni o'ldirdi, qalqlar bizlarni bo'ldi. Xo'p, bular hammasi bir hazil ko'rinadi ko'zingga, hozir hech nima ko'rinmaydi. Hozir uncha aytadi-da, qo'yadi-da deb qo'yasan. Neki bu narsani ta'siri erta boshingga katta keladi. Sen o'lib ketishing mumkin. Neki erta seni balangni boshiga bu narsa-ku, bu nim hazil, nim shuhi va nim rost qilib yozganlari, aytganlari bular yoziladi. Keyin bu narsa bir 50 yildan keyin, 60 yildan keyin boshingga bir tarix bo'lib qoladi. Bu tarix bo'lgandan keyinki bizni o'ldirdi degan, bu yolg'on o'zlari qilgan ishni boshingga ortganini mana shu bardazodalar bu narsani tojikda ham boshiga qildilar. Bu bardazodalar. Bir nimaga emas.
Ya'ni mana shu 90-yilga mana shu berahm go'daklarni og'ziga saqich qaynatib qo'ygan. Bular hammasi shu bardazodalar bu ishni qilaydi. Asl inson nasli bor, inson asli bor inson hech vaqt bu ishni qilmaydi. Go'dakni og'ziga saqich qaynatib qo'ymaydi. Qilmaydi. Nima qalliq bo'lsin, nima tojik bo'lsin, qilmaydi bu ishni. Lekin bu ishni kim qildi? Hop, uchinchi qo'l deb o'ynadilar-ku. O'rislarni gunohkor qildi. O'zlari qilib turib, mana shu bardazodalar o'zlari qilib, tojiklarni, o'rislarni gunohkor qildilar-ki, o'rislar qildi. Uchinchi qo'l bizda bu ishni qildi deydi-ku. Uchinchi qo'l mana shu bardazodalar ediki, bugun hukumatni boshigalar. Bugun mana shu ishlayotibdilar mana shu yoqda. O'shaning uchun bu hazil narsasi yo'q, hali bir Emomalining ham bu qalliq deydilar-ku. Mana shu narsalardanki agar seni naslingga tegish bo'lmasa, bu narsani allini olishing kerak bugun. Agar bugun sen allini olmading qallig'im, men senga shuni aytaman. Men uchun farqi yo'q. Men uchun dor, zindon, o'lish, o'ldirish ikkalasi bir. Men biror narsadan qaytmaydigan odamman. Lekin men shuni aytamanki, erta ki u yerga bizda nasllari yashaydi. Men o'zim bo'lsam, men o'zim uchun bo'lsa aytmayman ham bu gapni. Chunki men uchun dori zindoni bir, o'limi o'ldirish ikkalasi bir xil men uchun. Men birontasidan qaytmaydigan odamman. Chunki men shu darajaga o'zim aqlim uje bishib yetganki, nima bo'lish kerak. Rahm, bu go'dak fikrlar menga. Bu narsalar, rahm qilmaysan. Bu narsalar go'dak fikr men uchun. O'shaning uchun men bir o'zim bo'lsam aytmaydim. Chunki nima bo'lsa bo'lmasa-ku men o'zimga javobim bera olaman. Lekin bir narsani sizlarga aytamanki, ertaga sizlarni balalarini boshiga saligina shu sust bo'lgan tushadi. Erta sizlarni balalaringni boshiga keladi bu narsa. Balalaringni cho'g'dakdak cho'g'illatadilar. Nimaga deganga, chunki yolg'on propaganda ko'p. Yolg'on tarix balalaringni boshiga ko'p. Bu narsani ikki quloqlaringdan eshiting. Bugun sizlarga hali ham kech bo'lgan emas. Sizlarga hali ham bu narsa kech bo'lgan emas. Bundan bir 30 yil avval hech inson bir qalliqqa kelib turib buni erkalik qila olmaydi. Kelib buni qalliqni yerdan tartib ola olmaydi. Kelib qalliqni boshga zo'rlik qila olmaydi. Chunki 30 yil avval qalliq javobini beraydi. Buni beg'ayrat emas edi bizda halangi ota bobolarimiz. Bugungi qalliqlar bo'lsa, bugungi qalliqlar ko'p sust bo'lgansizlar, slab bo'lgansizlar. Lekin bu propagandalar axiri sizlarni balalaringning boshini yeydi. Axiri balalaringni-ku ayarni tay qiladi. Bu narsani yodlaringdan chiqarma. Chunki u yerga yomon propaganda qattiq ketadi. Yomon ketyapti. Asta-asta sizlarni ko'zlaringga ko'rinmaydi bu narsa. Quloqlaringga ham eshitilmaydi bu narsa. Lekin bu narsani axiri sizlarni balalaringning boshini yeydi. Naslingni boshini yeydi. Ana uchunga mana shu narsani balang eshitsin, ko'rsin. Keyin aytadiki, mana shu Ostona bobomiz to'g'ri aytgan o'sha zamoniga. Bizning otalarimiz quloq solmabdi o'shanga. Olganlarga o'zlarini egalik qilganlarga edi. O'z birlariga rahbarlik qilgan edi. Bu narsa bugun kelmaydi bizning boshiga degan narsani aytadi. Lekin men bu narsani bugun aytaman sizlarga. Erta o'zlaring bilasizlar. Agar men bu narsani bilmaganimni aytmaydim sizlarga. Indamay o'tiraveraydim. Chunki aytdim-ku, o'sha go'dak ham shu chenga davri nimaga meni shuncha yaxshi ko'rib, muhabbat, Astanayev deb qo'lni ustiga ko'tarib yuraydilar. Chunki foydam tegaydi. Nima uchun bugun birdandan hamma dushman bo'ldi qaytib menga? Chunki foydam tegmadi. Chunki men o'zimga, o'z millatim uchun ishlayman dedim. Mana shu uchun. Aytaman-ku, o'sha go'dak ham yig'lamasa, otasi, ochasi, akasi, shu uydagilari, amaki, bobolari go'dakni o'ynatadilar. Yig'lasa, ol go'dagingni deb bir-biriga beradilar. Ol go'dagingni deydi.
Bilasan nima uchun? Chunki go'dak yig'laydi. Go'dak yig'lasa, o'sha otaga ham, boboga ham, amakiga ham, ammaga ham, xolaga ham Yunus aytgandek neudobno bo'ladi. Uni tek qilish kerak. Uni avrash kerak, asrash kerak. Ko'p zo'r keldi, kuch yetmadi. Bichi allatadi go'dakni, bichi qand beradi. Agar go'dak ko'p yig'layversa, zo'r kelsa, axir nima qiladi? Qo'l ko'taradi, uradi. O'zini balasi. Mana shu narsani yaxshi quloqlaringga solib oladi. Sizlarga bugun muhabbat beriladi. Chunki sizlar hali o'ynaydisizlarni. Chunki sizlar hali teksizlar, yig'lagan yo'qsizlar. Neki bu teglik ham axir borib o'zlaringni boshini yeydi. Bu axiriga kelib sizlarni boshini o'zlaringni yeydi. Agar sizlar ham hozir bo'lmasanglar, neki erta balalaringni boshiga yomon qattiq kunlar tushadi. Nimaga deganda, chunki sizlar tarixga ahamiyat bermaysizlar. Sizlar o'zlaring tarixlaringizni sozlamaysizlar. Sizlarni bugun bir ko'chmanchi deb muarrifi qiladi o'rtalariga. Sizlarni Chingizning nevarasi deb ma'rifi qiladi. Sizlarni mo'g'ul deb ma'rifi qiladi. Nima xohlasa mana shuni sizlar ma'rifi qiladi. Nasllariga shuni tushuntiradi ki sizlar bir ko'chmanchisizlar, sizlar bir mo'g'ulsizlar, sizlar bir hech kimsizlar. Bu yerga biz qadimmiz, biz bu yerda egasimiz. Mana shuni qilib ma'rifi qilib keladiki, ertaga bu narsa seni balangni boshini yeydi. Va bu narsaga biz ham mana shu bugun agarki bir narsani gapirgan, to'ra kelib seni ko'chmanchi, seni besohib, sen hech kimsan, sen Chingizning nevarasisan, mo'g'ulsan, og'ziga kelgan nomni seni boshingga beradi. Mana shu bugun ana shu ota bobolarimizni tek turgan nima deydi? Natijasi bugun. Agar o'sha ota bobolarimiz, shularning ota bobolari agar shu gapni aytganga to'ra kelib turib, beraka Vasiliy degan edi. Qardan oling sen bu gapni? Mana meni tarixim deb yozganiga edi tarixini. Xo'p, kimni, Qarluq kimni, Uch Qarluq kimni, Qarluq xoqonoti kimladi, Qoraxonliklar qanoq Qarluqladi, Sulton Mahmud G'aznavi qanoq Qarluqladi bular. Bular qarga tug'ilib o'sdi, bularning asl reshalari qardanni, Qalliqqa bilan nima daxli bo'ldi? Agar bu narsalarni agar kitob qilib yozganlariga edi, agar bir o'zimizga egalik qilganimizga edi, chig'ib o'sha ota bobolarimiz mana bugun men qilayotgan ishlarda chig'ib turib o'z haqini so'rab olib kitoblarni yozganlariga edi. Bu kunlar bugun seni mo'g'ul, Chingiz, palon degan gapni bu mana bugungilar aytolmaydilar, aytmaydilar bu gapni. Nimaga deganda, chunki tarixni o'qiydilarki, sen kimsan, Chingiz kimni, mo'g'ul kimni, Qarluq kimni, turkni qay qabilasi kimni, bu narsani tushunib yetaydilar. Bizda ota bobolarimiz ki indamadilar, gapirmadilar, yozmadilar o'zlarini. Bular o'zlaridan qancha xohladilar, yolg'on chinni qo'shib turib yozdilar. Bugun ham shu ishni qilyotibdi. Bugun ham sizlar tek turibsizlar, yozmayotsizlar. Bugun ham sizlar talosh qilmayotsizlar. Bugun ham sizlar maktablarga mana shu darslarga xalq tarixini kiritolmayotsizlar, qo'rqayotsizlar bu narsadan. Ay yaxshi bo'ladi, ijtimo qilmaydi. Hech narsa yaxshi bo'lmaydi. Buni ikki quloqlaring bilan eshiting. Hech vaqt hech narsa sizlarning boshiga yaxshilik kelmaydi. Kundan kunga ro'zlaring bundan bad bo'lib ketaveradi. Kunlaring bundan bad bo'lib ketaveradi. Sizlarning boshiga yaxshilik kelmaydi. Sizlarning boshiga hech kim rahim qilib olib kelmaydi, aytmaydi. Sizlar qalliqlar, turkka mana buncha qabilasi bu, sizlar Qarluq qabilasizlar. Sizlar mana Uch Qarluq, mana 5-asrdan davlatdorliklaring 13-asrga davr davlat qilingan, to Pokiston, Hindistonga davr davlat qildilar bu qalliqlar. Fors tiliga qancha sizlar bugungi yozilayotgan fors tilini ya'ni qancha qadr qildinga, qancha bunga kuch berdinga, qancha buni baland ko'tardinga, qancha xizmat qildinga, bu narsalar yo'q. Chunki sizlar yozmagansizlar qalliq. Buni sizlarga hech kim yozib bermaydi. Hech kim sizlarga yozib bermaydi. Aynan tag'in Qoraxonlikni davlatiga kelsalar, Qoraxonyoy Turko deb qo'yadi. Aytmaydi, qalliq deb nomini olmaydi. Chunki aytmaydiki, Qoraxonlik davlati Qarluq xoqonotlikni davomi.
Hop, Somoniy urush qilgandan keyin buni to Qashqarga davr urib bordi, Somoniy boshiga jihod e'lon qilib. Undan keyin ular islom qabul qilgandan keyin Qoraxonlik davlati deb o'zlarini Qarliq xoqonotidan Qoraxonlik nomiga o'zgartirdilar. Bu narsani aytmaydilar. Qaraxonyoy Turko deb qo'yadi, o'tib ketadi. Hop. Nima uchun? Chunki seni xohlamaydiki tariqqa noming joy bo'lsin. Neki Sosoniy desa mo tojiko deydi. Somoniy desa mo tojiko deydi. Uni ham nomi boshqa. U ham Somoniy, Sosoniy, Tohiriy, Haytali nima nomlari. Ular boshqa davlat nomlar. Neki bugun aytadi, u biz tojiklar edik deydi. Anek Qoraxonlikka kelsa, yo'q, Qoraxonliklar u turklar, qaliqlar, turklar deydi. Qaliq deb nomini olmaydi. Hop, men tamoman asnodan hujjatlari borki, Qoraxonliklar kimni, G'aznavilar kimni, hop, qaliqlar. O'shaning uchun yo'llarim, agar bugun sizlar o'zlaringni haqlaringni ola olmasang, men aytmayman, urush qiling tojiklar bilan. Endi vaqt kerak bo'lsa qilish kerak bu narsani. Bundan qaytish ham kerak emas. Agar senga haq bermadi, sen haqing uchun urushishing kerak. Har bir inson o'z haqqi uchun urushi kerak. O'z haqing uchun o'lishing kerak. Hamma narsaga tayyor bo'lishing kerak haqing uchun. Ertaga nasling uchun hamma narsaga sen tayyor bo'lishing kerak. Bu narsadan qo'rqish kerak emas. O'sha bir. Neki men fikr qilmaymanki asli Fors insonlar bu narsaga ziddiyatlik qilsa. Shohnomaga eng ko'p Qarliqning nomi kelgan, Qarliq deb kelgan. Eng ko'p nom Qarliqning nomi kelgan. Shohnomaga. Hali ularni ham o'chirib taylaganlar shaklima, olib turib yangi nima qilganlar. Qarliq deganga bular Turkiya deb qo'yadi. Aytmaydi. Turklar deb yozishi mumkin edi. Turk deb yozib qo'yishi mumkin o'chirib. Lekin eng ko'p shohnoma ham qara yozildi. Sulton Mahmud G'aznavini qo'liga, ya'niki shahriga, davlatiga ijozati bilan yozildi shohnoma. Sulton Mahmud G'aznavi Qarliq edi. Asl otasi Sabukchegin Qarliq mana shu Qoraxonlik zamoniga, Qarliqlar zamoniga Issiqko'l Qarliqlarni ikkinchi poytaxti o'sharga tug'ilgan yaniga. Ular Qarliqlar edi asl. Shu uchun yo'llarim, bu narsalarni agar sizlar bugun to'g'ri kelib o'z haqlaringizni so'ramasangiz, men aytmaymanki asl tojik bilan urush bo'lsin, neki bizda haqqi ham bo'lishi kerak. Biz haqqimizga egalik qilishimiz kerak. Xo'p. Men fikr qilmayman asl tojiklar bu narsaga kelib bizga ziddiyatlik qilsalar. Neki Bardazodalar ziddiyatlik qiladi. Mana bugungi hukumatga turgan Bardazodalar bular hasharotlar. Bularning ichiga hindu ham bor, bularning ichiga arabdan ham taralgan bor. Bular ina shu axir, ya'ni hamma narsadan taralganlar bor bularning ichiga. Bular asl tojiklar emas. Mana shu hukumatdagi bugun mana shu yurganlar, bular asl tojik emas. Bularning qo'llariga asl Qarliq, asl laqaylar g'ulom bo'lib ishlab yuribdi. Mana shu amniyatiga, boshqa joylarga. Bilmayman endi bu Qarliqlarni, bu laqaylarning qonlari qancha tozadi, vijdonlari qancha ko'taradi bu narsaga ish qilishga. Neki asl tojiklar qudratga yo'qlar. Asl tojiklarning hammasini o'ldirdilar, turma qildilar, surdilar. Bular asl tojiklarni yo'qotdilar. Bular mana shu Bardazodalar qoldi. O'shaning uchun yo'llarim, Qarliqlarim, men sizlarga mana shu narsani aytamanki, bugun vaqti kelganki Qarliqni tanishtirish, ki Qarliqni tanisinlar. Kimni? Ertaga Qarliqni ustiga mana Mullajonovga o'xshagan, Domlajonovga o'xshagan, mana bunog'in fantaziyorlar, yolg'onchilar ki fashist tayyorlaydilar, millatdan olib turib fashist qiladilar asta-asta. Mana bular mana shu fashist tayyorla olmasin erta seni boshingga. Bugun seni vaqting bu. Bugun seni vaqting bu. To'raka Qarliqim, haqingni so'ragin, tarixingni yozgin. Seni haqing borki, bir
madaniyatingni kuni bo'lish kerak, farhangingni kuni bo'lish kerak, seni mana bir tilingni kuni bo'lish kerak, mustaqil bo'lish kerak sening tiling. Seni boshingga olib kelib turib, 4 ta bardazoda to'y 3 soat bo'lsin deydi. Sen bardazoda seni ishing nimada, men to'yni necha soat qilaman? Sen to'yingga 300 ta odam kelsin deydi. Sen bardazoda seni ishing nimada, men to'yima necha odam keladi? Xo'p, meni 300 dan ko'p xeshim bo'lsa, busi bir tomon. 200 dan ko'p tanish bilishim bo'lsa, 1000 dan ko'p boshqa bir tojikni, bir laqayni, bir qatag'anni to'y marakasiga borib non yegan kuning bo'lsa, ularni chaqirmasang to'yingga, bir marakanga chaqirmasang, bu nima bo'ladi? Bu narsadan o'ynab turib, biz orzonlikka tushdik deydi. Yo'q, bu orzonlik emas. Biz madaniyatimizni yo'qotdiklar. Biz o'z farhangimizni yo'qotdiklar. Biz o'z tamaddunimizni yo'qotdiklar. Bugun bizniki madaniyat ruskiy o'ris madaniyat bo'libdi. Sen maraka qilsang agar 15 odam chaqirgan, 20 odam chaqirgan. Ali o'risdagi uyni ichiga o'sha aroq qo'ying, bir 50 tadan aroqni quyib turib, zemlya bu deb tuxum deb ichavering o'rislarga o'xshab. Tamom bo'ldi. Yo'q, qavrni boshiga 4 tang borib turib, zemlya bu deb tuxum denga bo'ldi. Shunchasi qolibdi qilish. Neki asl o'zi nima forsda bo'lsa, nima turkda bo'lsa, asl madaniyatimiz bu bizda. Bizda ajdodlarimizdan kelgan madaniyatni bugun keladi aytadi, to'yinga 300 kishi chaqirgin deydi. Sen bardazoda seni ishing nima? Men to'yima necha kishi chaqiraman? Sen 3 soat to'y qilgin deydi. Bu senga ma'qul bo'lsa 3 soat qilgin. Men 7 kun to'y qilaman. Meni ana shu bulbulimga 3 kun to'y qilganlar. 3 kun to'y berganlar, non berganlar. Hop, 3 kun xalq non yegan, 3 kun xalq kelib o'tirganlar, 3 kun xalq birlashganlar. Bugun nima sen maraka qilmagin, xudoyi qilmagin, non qilmagin, sen uni qilmagin, sen buni qilmagin, bu qonun, bu qonun, bu qonun. Bu narsalar qonun emas. Bu qonun bo'la olmaydi. Biz xalqni isrofdan allana olamiz. Bu nima degan narsang? Bu nima degan narsangni xalqni isrofdan allana olasan? Sen bardazoda o'zingni ham isrofdan allana ol bo'lmasa, samolyotni 100 ming qancha 100 ming dollarga, 1 million dollarga, 900 mingga, 1 million dollarga, 1 milliard qanchaga o'yin ko'ygur samolyot sotib olding, allangni olmaysan. Nevarang olib kelib turib vertolyotdan mehmonlarni hotellarga oddix qildiradi. Uni allani olmaysan. U davlatni obro'si ekan, bir narsa desang, obro'y davlat himoya deydi. Meni qilayotgan marakam bu nimani obro'sida bo'lmas? Bu nimani obro'si bo'lish kerak? Nima uchun senga obro' kerak ekan, menga obro' kerak emas ekan? Mana shu narsalar boqarliqlar, mana shu narsalar bugun kelib turib, men bilaman, men bu aytayotgan mana shu gaplarim bu bir qalliqni dardi emas, bu tojikni ham dardi. Bu dard tojikka ham bu. Asl tojikka, bardazodalarga emas. Bardazodalar balalari bilan Dushanbening o'rtasiga ko'cha supurayotgan bechara bir xotinni urib o'ldiradilar. 400 so'monni, 500 so'mon, 50 dollar shtraf qiladilar uni. Odam o'ldiribdi. U xotin bechara ko'cha supurayotgan xotin o'ldi. Neki 400 so'mon, 5000 so'monni qancha? 500 dollarni shtraf qildi, 50 dollarni 500 dollar. Shuningdan qutuldi. Chunki u bir bardazodani o'g'li edi. U bardazoda hukumatga katta ishga ishlaydi. Ana shu bir tojik xotinni urdilar. Tojikni ham qadri bugun bu bardazodalarning qo'liga mana shu arzishi shu, tojikni ham arzishi shu bechoralarning. Asl tojikda arzishi shu, 500 dollar. Uradi, o'ldiradi, 500 dollar jarima qildik deydi, ketdi, tamom. Xo'p. Ularga farqi yo'q, balalari 14 yashar, 13 yashar, pravasi mashina haydashga ijozati bodi yo'qdi. Ular qimmat o'sha Gelenwagen boshqa bolalarni tag'am aroqni ichib turib haydaydilar, uradi, o'ladi. Neki ularning balasi yo'q. Ularning balasi kelib turdan bechara bir tojikni qizini ushlab turib ham tajovuz ham qiladi. Ya'ni uni nomini olmaydilar, chunki u bardazodalar. Mana shu narsalardan
Bu dard endi tojikda ham dardi. Endi men bugun qalliq uchun aytaman ki asl tojikda dardi. Neki qalliqda ham dardi, tam bundan ko'proq. Ki o qallig'im to'raki haqingni so'ra, tarixingni yoz, seni farhanging kuni haqqi bu, seni madaniyat kuning haqqi bu, seni tilingni haqqi bu, sen tilingni maktab och, balangni tarbiya qil, tarixingni balanga o'rgatgin, tarixingni seni bu maktabga ham sening tarixing dars berilishi kerak. 1,5 milliondan ko'p qalliq Tojikistonga yashab turib, qalliqni tarixidan maktabga dars berilmaydi. Seni balang o'z tarixidan bilmaydi nimadir. Bilasan shuni? Chunki yo'q o'rga. Mana shu uchun erta seni boshingga, seni balangni boshiga qon yog'adi. Qon yomg'irni joyiga qon yog'adi seni balangni boshiga. Chunki sen bugun haqingni so'rab ola olmayapsan. Sen bugun o'zingni tanishtira olmaysan. Kimligingni. Sen bugun agar o'zingni tanishtira olmading, u sen baymet bo'lmagin, men pasportimni o'zbek yozib qolgan, erta o'zbek keladi, bir problemam bo'lsa hal qiladi. O'zbek o'zingdan o'zi ovora. Hop. Shuncha nomlarni alishtirdilar, turki nomlarni olib alishtirdilar. Qo'rg'ontepadan tortib turib Qorayog'och, Chachaguzar, Olmabuloq, Qalliqlar bu tomondan hammani tuyabo'yin, hammani nomini o'ltirib, qara bir qishloq bu nomi Qalliq edi, hammani shahar qishloqlarni o'ltirib alishtirdilar. Turkilarni turki nomini alishtirdilar. Xo'p. Birta turki millat, xalq, davlat, qudrat, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston bilmayman, qaysi bilmasin. Birtasi aytdiki, "Ey Vasiliy, sen nima qilyapsan o'rga?" Xo'p. To'g'ri Tojikiston bo'lguncha, bo'ri asl Sharqi Buxoro hisoblanadi. Bo'ri hammani shuncha yillar shuga turklar hukumat qildilar. Bu nomlar shu turki nomlar. Bular asr buni tarixi bu yerda. Sen nima haqing bo'ldi tarixda almashtiryapsan? Xo'p, Tojikiston bo'libdi, yashayversin. Hech mushkuli yo'q. Lekin nima uchun sen buni alishtirasan degan bir tasini og'zidan bir sado chiqmadi. Shuning uchun bularga baymet bo'lma. Bularga baymet bo'lmaginki, ertaga meni boshimga bir kun kelsa, erta boshingga bir kun kelsa, mana shu granitsalar, sarhadlarni yopadilar, o'tkani qo'ymaydiki, dabivat qilinadi deydi. O'rsa aytganda, dakansa urinadi deydi. Bilasizlarmi qanday nimaga? Chunki Afg'onistonga mana shu holat bo'lganga, ana shu Afg'onistonni asl tojiklari bechoralar, bardazodalar o'tdilar. Ular chunki shaytonlar tez o'tib ketdilar. Lekin asl tojiklar kelib turib Tojikistonning granitsasini tagiga xotinlar, chollar, go'daklar kelib turgan Tojikistonning granitsasini tagiga oilab yotdilar ki Afg'oniston taqdiri noma'lum edi. Ana shular yo'l bermadi. Tojikistonga kirib, aqallan bir sarhadli lavaga kirib turinglar. Mayli, kelinglar bir tinchisin, bir ko'raylik, bir 3 oyda, 5 oyda, 4 oyda turinglar. Keyin ko'raylik, agar tinch bo'lsa, biz o'tkazamiz, qaytib keting. Ana shuncha sudi nari bo'yiga ushlab yotdi. Ana shularni agar o'sha o'ldir ham bo'lsa edi, qo'yvermaydilar. Mana shuni holat meni seni ham boshingga bu. U turkligingga ishonmagin. U turkligingga baymet ham bo'lmagan. U men turkman degan narsa bu bir televizorlarga bir reklama bo'lgan narsa. Bu narsa yo'q. Birlik, turklik, bir-biring boshiga bir o'sha artist, aktyor chiqadi, o'sha bir muzika qiladi, biz turkmiz, biz birmiz, biz o'miz, biz balomiz, biz pistovonmiz deb aytadilar. Lekin birlik yo'q, ko'rinmaydi. Bular hammasi o'sha bir 4 ta propaganda ishiga ko'rsatadi. Lekin asl turkni boshiga bir balo kelsa, bir boshqa turkni boshiga bir balo kelsa, boshqasi darlarini yopib turib, tekin o'tiradi. So'ramaydi ham holing nima deb. 34 yil bo'ldi O'rta Osiyo mustaqil davlatlar. 34 yil bo'ldi. Bir tang darini taqillatib so'ramagan, sen kimsan, qo'noy, bereki? Biz qalliq deb tarixlardan gapiramiz. Va sizlar Tojikistonga qalliq o'z nomlaringni
saqlab qolibsizlar. Keling, qoni sizlarni bir ko'raylik, kimsizlar? Qoni bir yozaylik sizlar to'g'risiga, bir kitob yozaylik. Qoni sizlarni bir himoya qilaylik. Keling, sizlarni bir hech bo'lmasa o'riz aytgan bir diaspora tashkil qilayliklar shu yerga. Bir diaspora yashanga degan so'z aytilmagan. 34 yil ichiga bu narsa og'izdan chiqmadi. 34-35 yil bo'ldi. 90-91-yildan olsak 34-35 yil bo'lyapti. Bir odamning qarib umri bo'ldiki, O'rta Osiyo mustaqil. Kim seni g'amingni yedi? Hech kim g'amingni yemaydi. O'shaning uchun bugun faqat o'zingni g'amingni o'zing yeysan. Bugun men aytamanki, qallig'im sen xatargasan. Qallig'im sen yomon xatarga qolyapsan. Bugun agar birlashmasanga boshqa jomiyalarga o'xshab, o'zlaring boshiga boshliq intihob qilib turib, o'zlaringga rais tayin qilib turib, hammalaring unga quloq solib, nima qilish kerakdi degan narsaga agar bo'lmasanga, sizlar o'z taqdirlaringni mana shuni qo'llaringdan olib turib, mana shu shularni qo'liga bergansizlar. Nima qilsang o'shani qilgin deb. Ana bular sizlarning taqdirini nima qilsa qilyapti. Qanday xohlasa mana shuni boshlarini olib keladi. Sizlar faqat o'ynang. Ey, raqs qiling ajolar. Jo'laring omon bo'lsin, qalliqlarim, yuzga kiringa, mingga kiringa, g'amni ko'rmagan. Neki mana shu kunlaring, mana shu men aytgan gaplarni, endi bilmayman, biz u kunga davr tirik, biz o'lik, biz u narsani ayta olmayman. Lekin mana shu saqlab qo'ying, shu videolarni yozib, yo bir kitobga yozib qo'ying. Balangni boshiga qon yog'adi. Balangni ko'zidan yoshli joyiga qon to'kiladi. Nimaga deganga? Chunki biz kundan kunga qudratimizni ham yo'qotdik, insonligimizni ham yo'qotdik, birligimizni ham yo'qotdik. Hech narsamiz boshqa qolmadi. Mana shu hammasini qo'limizdan oldilar. Yerlarimizni ham tartib oldilar. Hamma narsamizni qo'limizdan tartib oldilar. Hech bir haq Tojikistonga bizga qolmadi. Bir insonlik haqqi qolmadiki, biz o'zimizga o'zimiz bir inson bo'lsak, do'stlik qilsak, bordi kelli qilsak, bu narsa yo'q. Biz bugun endi qo'pol ham bo'lsa aytaman, saligini nima qil. Chishishga tojikka agar shu tualetga pul bermasang, chishgani qo'ymaydi. Bugun mana shu ahvolga bizda olib keldi boshimizga. Bu tomonni o'zing bilasan. Yuzga kir qalliq, mingga kir. Neki aqlingni joyiga qo'y. Men aytmayman, tojik bilan urush qil, bilmayman. Neki har kimiki senga agar mana shu o'zingni yasashingga agar bilanga senga muqobilanga chiqadi, uni ayamagin. Chunki u seni dushmaning. Seni bir o'zingni to'g'rilab, bir yasab, bir millatingni to'g'rilashga senga muqobil chiqadi. Uni ayamagin. Har kim yaningga keladi, qolbe, qolol, xesh tovorlik qil, do'stlik qil, bordi kelli qil, hurmatini joyiga qo'y. Neki kim muqobilanga chiqadi, uni hurmat qilmagin. Men senga mana shuni aytaman. Meni bu aytgan gaplarim millatning muqobili emas. Mana shu hukumat, mana shu bardazodalarki, mana shu kunlarni tojikni ham boshiga olib kelganlar, qalliqni ham boshiga. Neki qalliqniki tag'am achchiqroq. Chunki qalliq bugun yo'qolyapti. Hech joyga o'z haqqini so'ra olmayapti. Agar haq so'ragin, so'raganing uchun olib borib turma qilib o'ldiryapti. Salomon bo'ling, jonlarim. Men gapim edi, men sizlarga aytdim. O'sha Xudo rahmati bevom aytgandek, olsang nasihat deydi, olmasang vasihat deydi. Nima degani? Bu tomonni o'zing bilasan. Neki balang sendan nafrat qiladi. Erta boshiga kun tushgandan keyin, mana shu ko'zidan yoshli joyiga qon oqqandan keyin balang senga nafrat qiladiki, vaqtiga sen o'z mana shu bir insonligingni ololmaganing uchun.